Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman. Ketdik. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz Kandidan shaharchasiga qushlarga tashrif buyurdik. Mana bugun Oydin onajonimizni Shukrona kunlari munosabati bilan farzandlari, kelinlari, nabiralari tarafidan tashrif buyurdik. Azizlar, albatta bizni kuzatishda davom eting. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkan hali kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar.
Albatta avvalambor assalomu alaykum deymiz xonimlar va janoblar, qadri baland qadrdonlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan aziz dindoshlarimiz, barchangizga Allohning cheksiz salomlari bo'lsin deya, mana bugun biz fayzli bir xonadonga tashrif buyurdik azizlar. Bugun bizni mehribon onajonimizni, mana shunday oydin onajonimizni shukrona kunlari bilan mana shunday dargohga tashrif buyurdik azizlar. Onajon ayta olasizmi, sizni dargohingizga bugun kim tomonidan tashrif buyurdi deb o'ylaysiz? Farzandlarim. Albatta onajon, bugun sizni mana shunday farzandlaringiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz, mehribon yaqinlaringiz tomonidan tashrif buyurdik onajon. Mana shunday shukrona kuningiz albatta muborak bo'lsin deymiz onajon. Mana shu chiroyli olqishlar sizlar uchun. Albatta mana shunday shukrona kunlar, tavallud ayyomlar onajonimiz uchun muborak bo'lsin deymizda, aytarman har so'zim dildan, soxta emas ishoning chindan. Qabul aylang tabrigim bugun, o'zgachadir siz tug'ilgan kun. Sizga tilaklarim ko'pdir shu bugun. Allohim barini ijobat qilsin, hech ham yuraklarda qolmasin tugun. Doimo baxtli yashang tilagim shudir. Yaqinlar baxtiga bo'ling sog' omon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu umr. Insonga so'zingiz bo'lsin bir darmon, doimo mangu yashang. Tilagim shudir onajon. Ilohim shukrona kunlar muborak bo'lsin onajon. Albatta onajon, sizga atalgan farzandlaringiz arzimas sovg'alari bor. Ana shu sovg'alarini mehrlari deb qabul qilasiz onajon. Siz uchun arzimas albatta. Onajon, men bu yerga kelishdan oldin albatta farzandlaringiz bilan suhbatlashgandim. Ulardan so'radimki, ayta olasizlarmi? Bugun sizni onajoningizni qanday so'zlar bilan xursand qilay, qanday so'zlar bilan deb tabriklay deb so'raganimda, ular menga aytdilarki, bilasizmi, bugun bizni mehribon onajonimizni, suyangan onajonimizni shukrona kunlari. Ularni shunday so'zlar bilan tabriklayki, shunday so'zlar bilan xursand qilingki, ammo ularga oz dedilar. Aytdilarki, mana shunday kunda siz tomondan mana shu so'zlarni aytmoqchimiz. Onajon, biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Doimo Allohimning panohida bo'ling. Bizni yaxshi kunlarimizda doim bizga yelkadosh bo'lishlik, suyanch bo'lishlik siz aziz insonimizga uzoq yillar nasib etsin dedilar. Ilohim doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon og'rimang deb niyat qildilar farzandlaringiz albatta. Onajon, mana shunday shirinliklarimiz onajon siz uchun albatta farzandlaringiz tomonidan qarshi olasiz onajonimiz uchun. Onajon, mana shunday shukrona kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Hozir albatta so'z navbatini sizni yaqinlaringizga beramiz. O'zlaridan ham mana shunday dil so'zlarini eshitasiz albatta. Onajon, albatta opa singildan onani hidi keladi deydilar. Hozir singlingizga so'z navbatini beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Avvalambor Alloh panohida yursin.
yomonligini hech qachon ko'rmasin. Umriga umr, rizqiga rizq qo'shilsin. Bolalarning huzur harovatini ko'rib yursin opam. Yomonligini ko'rmasin. Yanasini yana ko'rsin. Kelinlar, nevara qizlar chiqarib, chevara-ivaralarga Allohim bosh bo'lib yursin. Yaratganning panohida bolalari ham yursin, o'zi ham yursin. Endi oldi bo'lsin, boshi baland bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Bolalarim shunday ajoyib kunni nasib qilgan ekan opamga. Imkoniyatlar qilib, bolalari shunday chiroyli kunda tashkil qildi. Yanasini yana ko'rsin bolalari mana shunday bolalarga ham bolalar shunday kunlarni ko'rsatsin. Hamisha topganlar yaxshi kunga bersin. Allohning panohida yursin. Xudo degan Xudo deganda Xudolar qo'ymaydi. Albatta onajon, sizga ham kattadan katta rahmat aytamiz. Siz ham doim sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz onajonimizga ham. Hozir onajonimizning shu yerda qizlari ham bor ekanlar. Albatta so'z navbatini qizlariga beramiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlarim, jigarlarim, qondoshlarim, hammalaringiz xush kelibsizlar. Ota uyimga iloyim bejonim yuzlarga kirib hammamizga bosh qo'sh bo'lsin. Dadamni qolgan umrini beyimga bersin iloyim. Bizlarni hammamizni huzur halovatlarimizni ko'rib, hech qachon g'am yuzini ko'rmay, hech qayeri og'rimay, sog' salomat bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Tabrik uchun o'zingizni vaqtingizni ayamaganlaringiz uchun kattakon rahmat. Ishlaringizga omad sizlarga. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun bejonimda tug'ilgan kunlar ekan. O'sha tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Yuzlarga kirsin, doim sog' salomat bo'lsin. Bizni farzandlarimizni baxtiga sog' salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, hamma niyatlari yetib yursinlar. Bejon, iloyim baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling, yuzlarga kirib, boshimizga bosh bering, iloyim. To'ylarimizni boshida bo'ling. Iloyim yanagi yilda bundan-da zo'r o'tsin. Bayramingiz xush kelibsizlar hammalaringiz. Iloyim sog' bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat. Opajon, sizlarga ham kattadan katta rahmat aytamiz. Mana shunday chiroyli tilaklaringiz ilohim ijobatini bersin Allohim deymizda. Onajon, mana shunday kunda sizni ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'tara oldikmi? Albatta onajon, biz ham bag'oyatda xursandmiz. Qolaversa o'zimizni kaliftik nomimizdan ham sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Agarda onajon ijozat bersangiz, siz uchun farzandlaringiz tomonidan chiroyli she'riy misralarimiz bor edi. Sizga o'zimiz o'qib eshittirmoqchimiz. Rozimisiz? Qayerda bo'lsang, ishlarim yurishib ketsa galma-gal. Kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun xal. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon. Onajonimni Makka tillolarga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim ushalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onajonimni Makka tillolarga olib boraman. Men yomoni u yaxshi ko'rgani haqqi, bormasam kelib hol so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi. Onajonimni Makka tillolarga olib boraman. Dunyoni ortidan ketsam gar yiroq, kutuvchim ko'z yummay o'chirmay chiroq. Yuzida ajinlar, sochlari oppoq. Onajonimni inshaalloh Makka tillolarga olib boraman deb farzandlaringiz niyat qildilar onajon. Ilohim Makka tillolarga borishlik nasib aylasin onajonimizga. Albatta onajon, hozir mana shunday so'nggi so'zlarni sizdan duo olmasa ketolmaymiz. Albatta chiroyli qilib bizni barchamizni duo qilasiz. So'ngra sizlarni chiroyli qo'shiqlarimiz bilan chiroyli raqslarga taklif etamiz onajon. Marhamat. Avvalambor sizlarga rahmat. Shuncha yo'l bosib kelibsizlar, hurmat izzat qilib. Farzandlarimga rahmat. Hammalari qo'shganlari bilan qo'sha qarib, o'g'il qiz nevaralarini yetaklab, chevaralarini yetaklab, qarini garsini surib yurishligini Xudodan so'rayman.
hammasi turku sugalar qanda qolsin. Hammasini iloyim to'y hashamlarida, xursandchilik kunlarida bosh-qosh bo'lib yurish menga ham nasib qilsin iloyim. Hammalaringga rahmat. Onajon, kattadan katta rahmat deymiz. Onajonimizga mana shunday sevinch ko'zlari doimo sizni yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Onajonimiz sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mana shunday xonadonda to'y tomoshalarida inshaalloh sizlarga sherik bo'lish barchamizga nasib ro'z aylasin deymizda azizlar. Chiroyli qo'shiqlar sizlar uchun barchalaringizni onajonimiz bilan birgalikda raqslarga taklif etamiz. Marhamat.
Başımni qarosi, dardimni davosi. Sendan kecholmayman, boshimni balosi. 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 Kaşlarına çizip kalemle almayıdır bizni salamla. Kaşlarına çizip kalemle almayıdır bizni salamla. Gül çizip kale verdim bana, gül çizip kale verdim bana. Uyandırıp gitti adamla, uyandırıp gitti adamla. Gezip Türkiye Dubay'la, görmedim bu çırayla. Gezip Türkiye Dubay'la, görmedim bu çırayla. Akmala bile gülayla, yüzleri bu çırayla. Akmala bile gülayla, yüzleri bu çırayla. Düşüp geldi kara maşından, yaman yürü bıttı kaşımdan. Düşüp geldi kara maşından, yaman yürü bıttı kaşımdan. Man işanıp şuna başından, man işanıp şuna başından. Derya tuttu bugün yaşımdan, derya tuttu bugün yaşımdan. Gezip Türkiye Dubay'la, görme gülayla, yüzleri bu çırayla. Bizni salamla, kaşlarına çizip kalemle almayıdır bizni salamla. Gül çizip kale verdim bana, gül çizip kale verdim bana. Uyandırıp gitti adamla, uyandırıp gitti adamla. Gezip Türkiye Dubay'la, görmedim bu çırayla. Gezip Türkiye Dubay'la, görmedim bu çırayla. Akbala bile gülayla, yüzleri bu çırayla. Akbala bile gülayla, yüzleri bu çırayla. Albatta barchalaringizga kattadan katta rahmat aytamiz. Mana shunday onajonimizni shukrona kunlari yana bir bor tavallud ayyomlari muborak bo'lsin deymiz azizlar. Onajon ilohim mana shunday sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Hozir albatta onajonimizni barcha farzandlari bilan, yaqinlari bilan chiroyli fotosessiyalarga taklif etamiz.